Assalomu alaykum treyderlar. Hammaga xayrli kun va sizlar bilan birgalikda tahlillarni davom ettiramiz. Kecha dushanba edi, bozorda ozgina chalg'ituvchi holatlar yuzaga kelishligini ko'rgan edik. Biz shanba kuni analiz qilib berdik. Shanba kuni analiz qilganimizda eslarda bo'ladigan bo'lsa, tillarni bayga uchadigan zonasi deb aytib o'tdik. Dushanba kuni bozor bayga kuchli o'sdi, keyin qaytishi mumkin bo'lgan zonalarni birgalikda ko'rib chiqdik. Atkat berdi, lekin juda ham kuchli oqim yuzaga kelmadi va naborotga yuqoriga yana bir marta harakat qilib ko'rdi va bu holatni o'zida biz bozorni sizlar bilan birgalikda tahlil qilishda, ko'rishda davom etamiz. Nimalar ko'rgandik? Mana bu kechagi chizilgan fikr ekan, ya'ni o'sha D1 time frame minimum tagida yopilishi yoki minimum ustida yopilishi. Ko'rdik kechagi o'sha D1 time frame minimum yuqorisi yopildi va narx dollar indeksi yuqoriga harakat qildi. Bu holatda o'zida tilla mana bu holatni beradigan bo'lsa D1 dan keyin, ya'ni imminent bugungi kunni aytadigan bo'lsak, bugun selga oqish kerak edi va mana ko'rib turibmiz, shu o'sha ssenariy yuzaga keldi. Endi va tillani o'zini holatiga qaraydigan bo'lsak, tilla nima holatda o'tiribdi? Eslarda bo'ladigan bo'lsa, imminent tillani 23-38 zonasini, mana bu yerdagi zonasini ko'rgan edik. Ya'ni bozorni yuqoriga chiqishi va mana shu nuqtadan bozor pasayishi mumkinligini ko'rgan edik. Bozor pasaydi, lekin juda ham kuchli impuls bilan pasaymadi, lekin nolga harakat qildi. Hech qanaqangi maksimum buzilmadi. O'sha aytayotganimizdek D1 time frame yopilish holati yuzaga keldi va D1 o'sha 23 zonamizni tek qismida yopildi va bugungi kunimiz tepaga yuqoriga shpilka bergandan qat'iy nazar bugun 23 zonani pastiga harakat qilyapti va 50 ga harakatni yuzaga keltiryapti. Bu nimadan dalolat beradi? Bunday holatda odatda ko'rib turibmiz, o'sha bozorda narxni o'sha 0 zona probit bo'lmaguncha man bejizga aytib o'tib ketmadim. Yana bir aytaman, o'sha 0 zona bozorda buzilmas ekan, 0 zona yuqori maksimumni olib ketmas ekan, tepadagi 0 zona buzilmas ekan, biz hozircha imini kuchli bayga yana davomiy o'sib ketadi degan fikrlarni bildira olmayman-da. Bayga savdo qilsa bo'ladi, обязательно stop loss bo'lishi shart yoki selga bitim ochsa bo'ladi. Minimalniy risk bilan yaxshigina foydaga kiradigan bo'lsa, bitimlarni 50%, 70% ni yopib, bu bitim bilan bezyutkani savdo qilishni man tavsiya bergandim. Kecha man selga kirganimda bitimlarimni yopoldim va undan keyin bozor kuchli o'sish qilgandan keyin imini D1 time frame ochilib, bozor razvort qilish boshlagandan keyin yana sell paysiga kirishga qaror qildim va undan keyin bozor hozirda oqib turibdi va bu holatni o'zida yana bozorda nimalarni kutsak bo'ladi. Ya'ni o'sha aytib o'tib ketyapmiz, maksimum buzsa keyin yuqoriga kuchli impuls davom ettirib yuboradi. Maksimum buzmas ekan, ya'ni 0 zona bozorda probit bo'lmas ekan, ya'ni o'zi o'sha Fibonacci biladigan insonlar biladi, 0 zona stop loss zona har doim bo'lgan. Buzilmas ekan, narx hali ham aktivni saqlab turibdi. Bu holatda o'zi agar narx yana doimiy pasayish qiladigan bo'lsa, kecha aytib o'tganimizdek 123 bizani kutib turgan zona, keyin 161 zona va katta qulash bu 261 zona hisoblanadi. Va mana shu 3 ta zonaga bozor kelib, mana shu yerda reaksiya olish ehtimoli katta bo'lishi mumkin bo'ladi. Agarda mana shu oqim davom ettira olsa, ya'ni Fibonacci ishlab turib, oqim struktura yana davom ettira oladigan bo'lsa, mana shu 3 ta zonadan reaksiya olish ehtimoli katta bo'ladi. Yana ham birgalikda bozorni tahlil qilishda davom etamiz. Bu muammo emas. Kerak bo'lsa har kuni bo'lsa ham bozorni tahlil qilamiz, chunki bozor o'zgaruvchan. Aynan sell degan joydan bayga, bay degan joyda sellga o'zgarib ketish ehtimoli yuqori bo'lyapti va bozorni ko'rib turibmiz, oqimi ham kuchli. H4 time frame'lar tasdiq topgandan keyin, D1 time frame Fibonacci'ni 23 zonadan past yopilgandan keyin biz endi katta ehtimol bilan bozor yana pasayishi mumkinligini kuzatib turibmiz. Bugungi kunimiz D1 time frame sell yopiladigan bo'lsa, balki ertangi kun ham yana davomiy sellga harakat qilishi mumkin bo'ladi. Yana bir bor aytaman, buy ssenariy faqatgina o'sha 0 zonani buzish orqali biz o'sha buzib o'tgandan keyin o'sha Fibonacci'ni o'sha yangi paydo bo'lgan maksimum nuqtadan tortib turib, ana undan keyin kirish nuqtalarini bozordan paydo qilib olsak bo'ladi. Ya'ni buzib o'tib ketadigan bo'lsa, yangi paydo qilgan nuqtadan har qanday bozor kichik yoki katta откатidan yana davomiy ssenariy ishlab ketsak bo'ladi. Hop, demak mana shunaqangi fikrlar bizda tilla oqim selga harakat qilyapti, davom ettiryapti. Tasdiq shamlar bor. 1 soatlik time frame'da, 4 soatlik time frame'da tasdiq sham bo'lyapti. Hozir kichkina o'sish paydo bo'ladigan bo'lsa, mana bu nuqtalarga ozgina harakat berib, balki yana harakat davom ettirar selga. Biz dalivka bitimlarni qilamiz, albatta yana oqishda davom etadigan bo'lsa, ya'ni yaxshiroq minimum nuqtalarni sindiradigan bo'lsa, bu yerda minimum nuqta mana bitta singan edi, yana past nuqtamizni minimum sindirishga harakat qilyapti va bu nuqtalarni yana sindirish orqali bozorda yana ham kuchli oqim paydo bo'lishiga signal bo'la oladi. Ya'ni kichik atkat yana davomiy ssenariy selga imkoniyat beradi. Hozircha mana shunaqangi fikrlar, bozor o'zgarishiga, oqimiga qarab yana ham savdo bitimlarimizni amalga oshiramiz. O'sha trend buzilgandan keyin, aytib o'tganimizdek, trend buzilgandan keyin bozor oqimi razvoratida edi. Kichkina kuchliroq atkat berdi, tan olish kerak. Lekin doimiy baribir sell deb turibdi, chunki 0 zona hali probit bo'linmagan. 0 zona buzilishi amalga oshiriladigan bo'lsa, ana u holatda bayga savdo bitimlarini amalga oshirib ketsak bo'ladi. Ya'ni agar kimdir sell ishlayotgan bo'lsa, sell bitimlar bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa bitimlar 50% yopib yoki bezubka bilan ishlashinglarni tavsiya beraman.
va oqim yuqori harakat qiladigan bo'lsa, buy bitimlarga qo'shilishni ham man tavsiya beraman. Hammaga rahmat, omadinglarni bersin.